Ayolga berdilar bugun bir savol. Dunyoda eng totli aytingchi darhol. Novvotmi, oqqandmi, shakar yoki bol? Bolamdan totlisi yo'q dedi ayol. Yana so'radilar, ayting yashirmay. Eng xushbo'y gul qaysi? Atirgul yoki lola? Bir lahzada berdi javob o'ylamay. Eng xushbo'y xilqat bu, shubhasiz bolam. Ayol borki bari qiladi orzu. Uy, boylik, taqinchoq, pari jamoli. Qay birin xohlaysan? Ayt sekin dedi. Menga kifoyadir bolam kamoli.